ekan. Bundan olimlar taajjubga tushdi va kashnich urug'i ustida tajribalar o'tkaza boshladilar. Va shu tajribalardan ajoyib bir kashfiyotga erishdilar. Ya'ni kashnich urug'i ikkiga bo'linsa ham o'sib chiqaverar ekan. Kashnich urug'ini uzoq saqlash uchun, uni unmasligi uchun ikkiga emas, 4 ga bo'lish kerakligini chumolilarga kim o'rgatdi deb o'ylaysiz? Chumolilar donlarni faqat 2 ga bo'lishni emas, balki ob-havo o'zgarishini ham biladi. Qayerdan deysizmi? Agar ob-havo o'zgarib, osmonni bulut qoplasa, siz darrov chumolilarni kuzating. Chumolilar ozuqa izlash bilan ovora bo'lsa, demak hali beri yomg'ir yog'maydi. Agar siz yerni kuzatganingizda birorta